nimancha kuchlik? Nafas elishim tez bo'layotdi. Yaqin atrofda dam olaylik-ku, ha? Kentga borsak bo'ladi, lekin bo'ron deyish nimani ko'ygini bo'lmayotdi. Kentga borsak boshqalar ko'rib qolmamdi, ha? Qalvon. Kentga borsak yaxshi qilib bo'ldi emasmi? Bo'pti, amsa. Kentga qo'naylik. Qara. Nimani? O degan qo'yun. Aeroplan kontrolini yo'qotdi. Uchirib ketmagidi. Qanaqa qilmayman? Qo'limni chiq tut. Aeroplanni yaxshiroq tekshirgin deb aytgandim-ku. Yaxshi ish qilamiz deb vaqtmi chiqmadi-da. Hey, 5-6 vaqt. Yaxshi o'ynagansizlar, ha? Qaytib keldingizmi? Yerib ketgansiz, ha? Mijozingiz bo'lmagandan keyin sirtqa chiqmasangiz bo'lmamdi, ha? Bo'ldi, oyoqqa berib o'ynanglar. Tazimi nasbasdi-ku. Bir necha kun bo'ldi, cho'ng beliq tutanmayapman. Bundaq bo'laversa, qandaqmi turmush kechirgili bo'lsin. Ajdaho podshoning ochiq kelib qoldimi ya? Lekin biz birani aska ish qilmagan tursak, ha? Dadisi, ansirmang, Tangri bizni osh qo'ymaydi. Sizga doğru ipekdek pulmu bo'lmasa? Men bilan koringiz bo'lmasin, o'zingizning salomatligiga diqqat qiling. Bu ikki jonivorning qo'lsig'i ochdi haqqajon. Ularga beliq berayli. Mana buni paudungliga, buni paushungliga beray. Buni o'zingiz yeng. Qo'zg'am oshmidi siz yeng. Yo'q. Siz yeng. Men sal turib daryo bo'yiga berib beliq tutib kelay. Birani g'o tutaman. Ularga yordam qilsak bo'g'idek. Qaraganda ular kichik jonivorlarga bek amroqdek qoladi. O'zlari oshqosimi, ishda mushuklarni bek qo'yibdi. Bundaq odamlar cho'q ko'p oq ko'ngil keladi. Qandoq dedi menbi, ha? Ha, to'g'ri dedi. Nima? Ha? Bilmadik, biz bundaq beliqni birinchi qatim ko'rishimiz shahzoda. Bek yiroq ko'ngli bo'lmayotdi. Men berib ko'rib kelay. Ay shahzoda, berishga bo'lmaydi. O sirliq ham go'zalkan. Hey, to'xta. Shahzoda, basangiz bo'lmaydi. Bu ishdan chiqsangiz xatarlik u degan insonlar dunyosi. Hey, tazimi. Shahzoda, qaytib keling. Podsho bilib qolsa bo'ladi. Hey, to'limi afsus. Men umrimda bundaq chiroyli beliqni soati ko'rib boqmabdi ekanman. Hey. O meni chaqiryotdi. Hey, to'xta. Shahzoda berish bo'lmaydi. Shahzoda. Hey, o nega ketgandi? Buncha vala ko'p beliqning ichida eliqi beliqni qandoq topaman? Endi qandoq bo'ldi? Men g'alaba qildi. Ajab qo'sig'im echib ketdi.
Ani yavaşsam qo'sig'im to'yg'idek. To'g'ri. Yaxshi bo'ldi. Bir bilet tutdim. Men bundaq nur chaqnab turgan karp biligini ko'rib baxmapti ekanman. Sen yig'lab otamsan nima? Sen meni qo'yib deb etibsan-da. Bo'ladi, men seni qo'yib etay. Men umr bo'yi beliq tutqachqa sizlarning harakatinglarni ko'riblar nima demoqchi bo'lganliginglarni bilaman. Xayr, xo'sh. Bek yaxshi bo'ldi. Elə qibili bu haqqıca dostların tapqan daha qaçan. Kimsen? Qo'rqmang bova. Sen? Men Ajdaho ordusidagi shahzoda. Siz 2 kun ilgari qo'yib atgan hiliq beliq men bo'laman. Sen hiliq karp beliq bo'lamsan, bu zodi qandoq ish? Bu rost bova. Siz mening jinimni qutuldirib qoldingiz. Siz intayin oq ko'ngil kishgansiz. Men bu ishni dadamga aytsam, u sizning shafqatingizni qaytarishimni aytdi. Bu mening so'g'am. Siz az ko'mak qabul qilgaysiz, bova. Buning ichidagi marvoyat sizning har qanday talabingizni bejo keltiradi. Men bunday qimmatli sovg'atni qandoqmi qabul qilaman? Undaq demang bova. Bu sovg'ani qabul qilishga siz haqli. Ko'p rahmat. Undaqda men mangay. Men tush ko'ryotam deman nima? Ajdaho shahzoda bu marvoyatni sizga berdimi? Shundoq, bu rost. Siz orzuyingizni uningga ayting. Qayrg'anda yana qandoq orzularim bo'ladi? Bizning orzuyimiz mush kichkina uyni cho'ngroq uy qilib olish. Bek oshko'zlik qilyaptimmi nima? Ajdaho podsho ochiqlanib qolmasin yana. Tangrim, ishongim kelmayotdi. Qandoq rasmikan, Endi siz orzuyingizni aytib beqing. Bizga 3 vaqt tomoq yegirak ochliq bo'lsa bo'ladi. Bizning jafoliq kunlarimiz ketib, baxtli kunlarimiz yetib ketdi. Biz boy bo'ldik. Nertor, bu mening o'rnim. Men burga kelgan, bu mening o'rnim. Ko'pchilik tinchlaninglar. Qiziqish, bobomning o'rnini ular egallayapti. Ularning hammasi shahzodani tutib elib pay bo'lmoqchi ekanda, shundaqmi? Odatda ish qilmasa taliga taynab pay bo'lamaydi. Faqat ishchan oq ko'ngil odamlarning taliga keladi. Neroq o'tirish, bu mening yerim. O shuncha ko'p yana egallayapti. Yana texa ishga qamoq tashlab olganini ko'rman degan. Nima? Men boshqalarga bayroq bo'lmoqchiman. Kashkichi bu yerda o'taganning nima foydasi? Bu bek to'ymaslik. O boshqalarning o'zidan boy bo'lib ketishiga chidamaydi. Hey, kim tovar oladi, ha? Men olmayman. Bu men uchun bek ortiqcha. Voy jahon, mening belim voy ey. Siz to'lmingib yerib ketgan o'xshaysiz. Biroz dam oling. Voy, rahmat sizga. O'ltirib aram eling. O'ltiring. Bo'ladi. Ajdaho ordusiga marvoyatga erishgansizlar-ku deyman. Shundoq. Undaq sizlar bek boy bo'lib ketgansizlar. U marvoyatni bir ko'rib baxsam bo'lamdi, ha? Bu ko'rib yiqishmi bir xil talay emasmi shunaqu? Bo'ladi, ko'rib yiqing. Mana. Vah, nima degan chiroyliq. Voy, men biroz subasingiz bo'pti-ki. Biroz saqlab turamiz.
amanısı. Oh, rahmet. O rahmet sizge hemen ketay. Oram aldım endi manga. Emse ah yol bo'lsin. Oh, nemi degan yaxshi. Oy. Shundoq bo'lgan bo'lamdi. Men nima degan ahmoq. Haq tegishosimi bilmabdiman. Bo'ldi, xapoman xotin, balkim ta'limiz shunchalikdir, ha? Qandaq soqiylik Marvoyitni topqili bo'larki? Hali qayerning nerede o'ltirdiganligini bilib olsaqla bo'ladi-ku. Jahon shuncha o'tirsa uni nereden topamiz? Onu tapsaqla Marvoyitni ilib olaydik. Olib turinglar. Tovar sotadigan ayolning uyi Daryani o'qiydi-da. Gaping rostmi? Rost. Uni u yerda o'tirdiganligini sen qanday bilding? Boshqalarning deyishicha, u bir kechada boy bo'lib ketibdi. To'g'ri deding. Shu. U Marvoyitni qanday topamiz? U Marvoyitni cho'qin tiqib qo'ydi. Bir yaxshi mal topdim, men bilaman. Birodarlar, tezroq ishlanglar. Tez. Mening dars bosadigan bo'ldi. Birodarlar, qo'rqmanglar. Men bugun Ejderha ordisiga Marvoyitni izlab kelgan. Bu Marvoyitni bir ayol yushirib qo'ydi. Agar sizlar menga bu Marvoyitni tepib bersanglar, men podshohinglarni qo'yib beraman. Nega yushirib qo'yganda? Shuni deyman, nega yushirib qo'yganda? Tomning orsidagi sandiq ekan, u yerdan qanday og'ini bo'ladi? O ahmoqlar, shunimi bilishmamsan? O'tkir tishtiringlar bilan uni o'g'irlab chiqaringlar, tez. Xo'p. İkinci baskıçlık planını oralaylı. Yaş kaldın la. Oh, humperler, beni kutkuzalar. Oh, humperler. Sen Marvoyitni chimchlab oldingmi? Nimashga javob bermaysan? Javob ber. Marvoyitni chimchladingmi deyman. Javob ber. Marvoyitni chimchlab oldingmi? Tushledim. Abla, ketdi. Hammani qilgansan. Meni bekor gap kutibdi. Endi qandoqmi qilamiz? Marvoyit yetib ketdi. Endi qanday qilamiz? Men uyga ketaman. Marvoyitni topsam uyga qo'ymayman. Undoq bo'lsa og'ish bilan nasiya olay. Yeydigan narsa bo'ldi. Qizg'im toza ichib turadi. Marvoyit bu yerda ekan-ku. Changana, men Marvoyitni tepib oldim. Demak, beliq Marvoyitni yutib elib, o'lib qopti-da. Sen nima degan o'maq? Aklingga men ko'rib boqay. Sen buni ye. Yaraysan bu işinli. Bu ham pek yaxshi. Sen sana hacılashqamroq bo'lgan ekan, bunimi sana beray ag'in? Yo'qol, endi men bilan birga o'ynayman dema. Seningcha buvam bilan momam seni yaxshi ko'rdi ekanda, do'stlig'imga yaramaydi ekansan. Yiroq tur. Men sen ish, mendan yiroq tur deyapman. Yiroq tur. Burunlu shundoq bo'lishga tegishli. To'g'ri, endi meshik uyda, işte hoylada turadigan bo'ldi. Bu qitim sen bekra kuch chiqarding. Men yana lift bilan meshikning yaxshi do'stlarim bo'lishini umid qilaman. Men shundoq o'ylayman.